This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlayatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıyatqan Erkin Asya Radyosu'nun 2 yanvar Peyşembe günüdeki Uyg'urcha anlatışı. Bugünkü 1 saatlik Uyg'urcha anlatışının program riyasatçılığı için Şadiye sizler için hizmette. Hürmetli radio anlıqçılar. Programımızı bugün tövendikidek o'rinlashtirdik. Aldı bilan diqqatingizga bugungi dunyo vaziyatiga doir siyosiy, ijtimoiy ma'lumotlar, shundaqli yana Uyg'urlarga munosabatli iqlim masalalari va qiziq nuqtalar haqidagi qisqa xabarlarni sunamiz. Vaqa va muloyiz sayfisida o'z muxbirlarimiz, shundaqla ixtiyor muxbirlarimizning tayyorlashidagi tafsiliy xabar va xabar to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarini anglatamiz. Aldı bilan o'z muxbirimiz Javlanning tayyorlashidagi qisqa xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Qadrli radio anlıqçılar, undaqda bugungi radio programmamizni yoqtirib anglag'aysizlar. Uyghur Avtonom rayonluq xalq hökuməti yaqında Xotan təvəsində Xan və Xökan namlıq 2 nahiyə qurulğanlığını çəkalagan. Hindistan Viyon taraqqusining 31 dekabr e'lon qilgan xabariga qaraganda, yuqorqi 2 nahiyə Xotan viloyatining boshqarishida bo'lib, nahiyə darajalik ma'muriy birlik sifatida Xitoy markaziy hukumatining tasdiqlashiga erishgan. Yulg'un yezi bozori bilan Shaydulla yezi bozori mazkur 2 nahiyaning ma'muriy markazi qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, atalmış Xan nahiyasi zaminining ko'p qismini tashkil qilgan 38 ming kvadrat kilometr ko'lamdagi zamin Oqsaychinga tava bo'lib, Hindiston hukumati bu zaminni Xitoy qonunsiz egallab oldi deb ayblab kelmoqda. Bundan 10 kun ilgari Hindiston bilan Xitoy vakillari 5 yildan buyon to'xtab qolgan chegara suhbatini boshlagan. Bu ikki tarafning 23-qatimliq chegara suhbati hisoblanadi ekan. Halbuki Xitoy Oqsaychinni Xan nahiyasiga tava qilib olgandan keyin Hindiston tarafdagi buningga inkos bildirmagan. 2020 yil 4-oyda Xitoy armiyasi Hindiston chegarasidan o'tib, tajovuzchilik harakati boshlagan bo'lib, Sharqiy Ladakh rayonida Hindiston armiyasi bilan tirkishish vaziyati paydo qilgan edi. Mazkur xabarda dal shu sababdan Xitoy bilan Hindistonning chegara suhbatining 5 yil to'xtab qolganligi aytilgan. Xitoy Xotan viloyatiga qarashli yangidan ta'sis qilingan bu nahiyalarni qurishni Hindiston bilan chegara suhbati qilgandan keyin qaror qildimi yoki Hindiston qo'shilmay turib o'z oldiga qaror qildimi, texi noaniq ekan. Ammo xabarda ta'kidlanishicha, Xitoyning qandaqdir Xan nahiyasini qurib, Oqsaychinning bir qismini o'ziga tava qilib olishi Hindiston bilan Xitoy munosabatini qayta jiddiylashtirdi ekan. Xitoy Amerikaning 28 şirketini davlat bexatarligi va manfaatini qo'g'dash yuzasidan eksport cheklamasi tizimligiga kirgizgan. Reuters agentligining 2 yanvar kuni bu haqda bergan xabarda aytilishicha, Xitoy mal eksport qilishni cheklagan. Bu Amerika shirkatlari ichida hammabop dinamikalik go'sht shirkati JDN, Boeing shirkati Mudofaa ishlar markazi, Olam bo'shliqi va xavfsizlik shirkati, Lockheed Martin shirkati, Raytheon qurildigan bomba mudofaa shirkati qatorliqlar bor ekan. Xitoy Savdo ministrligining bildirishicha, Xitoy 2 yanvar kunidan boshlab bu shirkatlarga qo'sh iste'mol buyumlari, ya'ni xalq iste'moliga ham harbiy ishlarga ishlatkili bo'ladigan iste'mol buyumlarini eksport qilishni cheklaydi ekan. Nyu-York vaqt gazetining 2 yanvar bu haqda bergan xabarda qayd qilinishicha, Xitoy yana Tayvanga qurol setishga munosabatli bo'lgan 10 Amerika shirkatiga mal eksport qilishni
cheklaydi ekan. Ham ularning Xitoyda savdo qilishini, şirket direktorlarining Xitoyga kirib chiqishini ma'ni qiladi ekan. Xabarda mundaq deyilgan: bir necha haftadan keyin Amerikaning prezidentlik vazifasiga o'tiradigan Donald Trump Xitoyga eg'ir tamojna beji qo'yildiganligiga va'da bergan edi. Demakki, Xitoy bu eksport cheklimasi orqali Amerikaga qaytarma zarba berishga tayyorlanib bo'lganligini bildirdi. Amerikadagi shirkatlar uchraydigan xatarni kontrol qilish markazidagi mutaxassislarning qarashicha, Xitoy hukumati ilgirmi bu shirkatlarga tar doirada ba'zi cheklamalarni qo'yib kelgan. Ammo bu shirkatlarning ko'pinchisining Xitoydagi tijorat ko'lami uncha cho'ng emas ekan. BDT kishilik huquq kengashining 2025 yillik a'zolari tizimlikida kishilik huquq dafsandachiligi eg'ir bo'lgan davlatlar, hatto BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganlik ehtimoli bo'lgan Xitoymo davomli o'rin olgan. Xalqaro kishilik huquq advokati, yozuvchi, BDT kuzatish ishxonasining ijroiya direktori Helil Nevor 31 dekabr o'zining X hisobida yo'llagan uchurda BDT kishilik huquq kengashining 2025 yillik a'zolari ichida kishilik huquq dafsandachiligi eg'ir bo'lgan davlatlarning 57% egallaganligini e'lon qilgan. Bularning ichida Xitoy, Kuba, Qatar, Sudan, Aljeriya, Boliviya, Kuvayt, Burundi, Vyetnam, Qirg'iziston, Bengal, Kongo qatorliq davlatlar bor ekan. 2023 yil 10 oyda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en muhim kişilik hukuk organı bo'lgan Kişilik hukuk kengashi a'zolari saylanganda Xitoyni o'z ichiga olgan 15 davlat a'zolik saylangan. Xitoy 192 ovozning 154 ga erishgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining oliy tadqiqotchisi Maya Wang radiomizga qilgan so'zida Xitoyning bunday ko'p ovoz bilan saylanishidagi sababning Osiyo Tinch okean rayoni bo'yicha Xitoyning boshqa raqobatchisi bo'lmaganligidan ekanligini bildirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, BDT kishilik huquq kengashiga a'zo 47 davlat kishilik huquq ahvolining yaxshi-yomon bo'lishiga qarab emas, balki jo'grafiyalik joylashish ahvoliga, nopusning taqsimlanishiga asosan belgilandi ekan. Mana bu Xitoydan boshqa yana Burundi, Kuba qatorliq kishilik huquq ahvoli nachar davlatlarning bu tizimlikdan o'rin olishidagi asosli sabab ekan. Tadqiqotchi Maya Wangning radiomizga bildirishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlari davom qilayotgan bir sharoitda bu kengashga a'zo davlat bo'lib kirishi BDTning kishilik huquqni qo'g'dash roliga pasif ta'sir ko'rsatdi ekan. Ammo boshqa a'zo davlatlar Xitoyning bu o'rindan foydalanib, o'zining kishilik huquq jinoyatini oqlashi yoki yoshirishiga fursat bermasligi kerak ekan. Xitoy hukumati homiyligidagi xakerlar Amerika Moliya ministrligining iqtisodiy jazo ishlariga mas'ul ishxonasiga to'r hujumi qilgan. Washington pochtasi gazetining 1-dekabr bergan bu xabarda aytilishicha, Xitoy xakerlari Amerika Moliya ministrligi qarmog'idagi chet el mulkini kontrol qilish ishxonasi bilan pul muomala tadqiqot ishxonasiga to'r hujumi qilgandan boshqa, Amerika Moliya ministri Janet Yellenning ishxonasiga to'r hujumi qilishni nishonlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Moliya ministrligi bu haftaning 5-ida Amerika Davlat Majlisining bir a'zosiga yo'llagan xatida Xitoy xakerlari qo'zg'agan eng cho'ng hujumni tilga olib, ularning maxfiy bo'lmagan bir hujjatni o'g'irlab ketganligini oshkorlagan. Biroq bu hujumdan kimning va qaysi bo'limning ta'siriga uchraganligini aytmagan. Xitoyning Amerikadagi elchixonasi bu ishdan xabar topgandan keyin bunday bir to'r hujumining bo'lganligini inkor qilib, Amerika bizga qora chaplayotdi degan. Washington pochtasi gazeti obzorchisining qarashicha, Xitoy hukumatining parda orqasida bunday bir to'r hujumi qo'zg'ashidagi maqsad Amerika hukumatining kelgusida qaysi Xitoy shirkatini pul muomala jihatda jazolaydiganligini bilishga urinib beqish ekan. Xitoy korxonalari, hukumat amaldorlari va shirkatlar doim Amerikaning jazolash obyektlari bo'lib kelgan bo'lib, Amerika hukumati buni muhim bir diplomatiya quroli sifatida foydalanib kelmoqda ekan. Amerika hukumati
hökuməti hətta vaqti kelsə Xitoy bankasıga jazo cheklamasi qo'yib, Xitoyning Rossiya neftidan oladigan foydasini azaltishi, bu orqali Ukrainaga yordam berishi mumkin ekan. Amerika Savdo Ministerligi 2 yanvar kuni axborot e'lon qilib, Amerikaning davlat xavfsizligini ko'zda tutib, Xitoyning odamsiz uchqunlarini cheklaydigan yangi belgilama chiqarmoqchi bo'lganligini bildirgan. Bu belgilama bo'yicha Xitoyning odamsiz uchqunlarini Amerika zamonida ishlatish ma'ni qilindi ekan. Reuters agentligining 2 yanvar kuni bergan xabarda aytilishicha, Amerika Savdo Ministerligi 3-oyning 4-kunidan burun odamsiz uchqun tijorat qiladigan shirkatlar bilan ko'rishib, ularning fikrini oldi ekan. Odamsiz uchqunning yoshirin xatirini, Xitoy bilan Rossiyaning balkim ularni yiroqdan kontrol qilib, Amerikaning xavfsizligiga tahdid solish ehtimoli borligini tushuntirdi ekan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo bundan keyin asosliq nishonning Xitoyning odamsiz uchqunlarga qaratilganligini bildirib, mundaq degan. Amerika Savdo ministrligi Xitoy avtomobillarining Amerikaga kirishiga cheklama qo'ygandan boshqa muhim nishonni yana Xitoy bilan Rossiyaning texnik uskunalari bo'libmi mikro o'zak va yumshoq detallari qo'llanilgan odamsiz uchqunlarni cheklashga qaratadi. Xabarda aytilishicha, Xitoyning odamsiz uchqunlarini cheklash haqidagi yangi belgilama Prezident Donald Trump hukumati ishga tushganda qaror qilindi ekan. Amerika hukumati o'tgan bir yilda ko'plagan tadbirlarni qo'llanib, Xitoyning odamsiz uchqunlariga zarba bergan bo'lib, bosh shtabi Xitoyga joylashgan DJI va Autel Robotics shirkatlari yasagan odamsiz uchqunlarning Amerika bozorida sotilishi cheklangan edi. Uningdan boshqa DJI shirkati yana Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi tufaylidan Amerika chegara va tamojna qo'g'dash idorasi tomonidan cheklangan bo'lsa, Xitoy armiyasi bilan hamkorlashganligi tufaylidan Amerika davlat mudofaa ministrligining qora tizimligiga kirgizilgan edi. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya radiosunun 1 saatlik Uyğurca anlatışı. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqe və mülayisə səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayırıq. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Hürmetli radio anlıqçılar, ondaqda diqqətinizlər növbətdəki proqram məzmununda bolğay. Amerika Uyg'urlari yeni yil arpasida bir yerga jam bo'lib 2025-yilni birlikda kutib oldi. Shuningdek, o'zlarining yeni yildagi yangi umidlarini o'zgacha shaklda ifodalab, vatan va xalq temasining har vaqt muhojiratlik Uyg'urlar uchun mangulik tema ekanligini namoyon qildi. Dunyoning har qaysi joylaridan alohida taklif qilingan Uyg'ur san'atkorlarmi o'z mahoratlari orqali xalqning chanqigan dillariga huzur beg'ishildi. Tövəndə öz muxbirimiz Azizning bu haqdagi tafsiliy ma'lumotlari diqqətinizdə bo'ladi. Muhojiratdagi Uyg'ur jamoati turli sabablardan dunyoning har qaysi joylariga tarqoq makonlashgan bo'lib, Uyg'urlarning asrlar bo'yi davom qilib kelgan kollektiv hayotlik chambarida o'zaro aloqada bo'lish va jam bo'lib bor yo'qdan birlikda bahramand bo'lishdek an'anasi izchil turda o'xshamagan shakllardagi faoliyatlar orqali amalga oshib kelayotganligi ma'lum. Bu xildagi jam bo'lish faoliyatlarining biri Amerika Uyg'urlarining Washington shahriga jam bo'lib 2025-yilni birlikda kutib olish faoliyati bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugungi kechligimizda ishtirok qilayotgan aziz qarindoshlar. Amerika Uyg'ur birlashmasining bosh sayfaligida uyushtirilgan bu qatamqi faoliyat 31-dekabr kuni kechqurun boshlandi. Assalomu alaykum, Gulchiroy xonim qizlar, apandilar.
olmoqdalar. Hayat mehmonxonasining 500 kishilik zali Amerika tavasidan, shundaqla Yevropa va boshqa joylardan kelgan Uyg'ur jamoati bilan liq to'lgan edi. Ladies and gentlemen, welcome to the 2025 New Year's celebration of the Uyghur American Association. We are so happy. Faoliyatning riyosatchilaridan Mustafa Aqsu va ko'p qism Uyg'urlarga nazokat degan ism bilan ma'lum bo'lgan Dr. Elis Anderson bu yillik faoliyatning boshlanganligini e'lon qilganda zalda guldiras olqish yog'di. Okyan atlab, qita atlab kelgan, davlat atlab kelgan Uyg'ur elida yillardan buyon izchil davom qilib kelgan bostirishlarda eng og'ir zarbaga uchragan sohalarning biri Uyg'ur milliy kimligiga mansub bo'lgan mazmunlar bo'lib, Xitoy hukumatining Junxua o'rtaq kimligi tushunchasi turg'izish shuari Uyg'urlarga xos madaniyatni shiddat bilan yo'qotishning nazariy asosini ta'minlab kelganligi ma'lum. Bu xil reallikqa qarata muhojiratdagi Uyg'urlar o'z milliy kimligini saqlab qilish, bo'libmi Uyg'ur til yoziqi, madaniyati va san'atini keyingi avlodlarga yetkazishni buningdagi muhim xizmatlarning biri qilib tanlab olgan. Bu qatimqi faoliyat uchun G'amguzar ona til maktabining o'quvchilari tayyorlagan China usuli va boshqa nomerlar dal mushu xil qarshilik ro'yining oddiy bir misoli sifatida ko'pchilikka taqdim qilindi. Amerika Uyg'ur birlashmasining faoliyatlari yillardan buyon har qaysi joylardagi Uyg'ur jamoatining xolisona qo'llashlari badaliga mengayotgan bo'lib, buningga kuch chiqarayotgan kishilarmi oz emas. Bu yilgi faoliyatning mazmunlaridan biri ana shu xil xolisona xizmat qiluvchilardan vakillik kishilarga mukofot tarqatish bo'ldi. Hozir hammalar bilgandek, misli ko'rilmagan bir irqiy qirg'inchilik vatanimizda yuz beryotidi. Bu shu sababdan Xitoyning eng qo'rqqani bizning birlik barobarligimiz. Shu sababdan Uyg'ur Amerika birlashmasi va bizga o'xshash fidoyilar qo'lidan kelganicha xalqimizni, qarindoshlarimizni bir araya keltirib, birga tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni hammasini qo'g'dash uchun shunday faoliyatlarni qilib kelyapti va bu bizning majburiyatimiz ham mas'uliyatimiz deb o'ylaymiz. O'tgan yildan beri bizga yordam qilib kelayotgan mening board a'zolarimni ismini atmay hammasiga rahmat aytaman. Bu yil mazkur jamiyatning hay'at a'zolaridan Abdulg'ani Musa va G'amguzar ona til maktabining mas'uli Surayya Qashqari bu sharafga noil bo'ldi. Surayya Qashqari mukofot topshirib olgandan keyin so'z qilib, ona til maktabining yolg'iz til maktabi emas, balki Uyg'urlar uchun eng muhim vositalardan biri bo'lgan ma'rifga yo'l ochuvchi eshik ekanligini alohida ta'kidladi. No'ruzda ham Cumhuriyet kunida bir yerga kelalaymiz. Qarindoshlar, biz uchun nima eng muhim? Ma'rif, til, madaniyat. O'zimizni saqlab qolamiz desak, buni tushunishimiz kerak. Biz mushuni markaz qilib, ota-onalar, o'qituvchilar mushaga keldik. Qolgan narsalarning hammasi butun millatning dasturi qo'llaydigan yeri maktab ma'rif. Men shuni deymanki, mayli ziyoli bo'ling, mayli Suriya bo'ling, mayli siz odatga xalq bo'ling, har qanday bo'ling, ma'rifni qo'llab, Uyg'urligimizni saqlab kelishni birinchi nuqta qilish kerak. Uyg'ur elida xalqning qalb to'ridan o'rnagan naqshchilardan Soniya Ismoilmi alaytan bu qatimqi faoliyat uchun Qozog'istondan yetib kelgan edi. Uning Uyg'ur qizlaridagi jasoratga bag'ishlangan "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli naqshisi yillardan buyon xalqning so'yib anglashiga muyassar bo'lib kelgan. Saniya bu qatimqi faoliyat uchun tayyorlangan sahnaga chiqib, bu naqshni naq maydonda o'rinlaganda faoliyat ahli yana bir qatim guldiras olqish yangratdi. Saniya Ismoilning ijodiy hayoti Uyg'ur elida turli cheklanmalarga duch kelayotgan bo'lsa-mu, u o'zidagi san'at talantini orzuliq qiziga muvaffaqiyatli holda yetkazib kelmoqda edi. Bu qatimqi faoliyatda uning o'z yolg'iz o'rilgan xalq naqshisi Amdullah balaliq davriga qadam qo'ygan bu sabining kelgusidagi utuqlaridan dastlabki qadamda bishoratlarni bermoqda edi. Uyg'urlar yillardan buyon o'zlarining xushalliqi va qayg'ularini, shuningdek kurash irodasini ifodalashda san'atni bir turli qoral qilib kelganligi ma'lum. Kulkamni o'tmas qarzi bor. U ishlabgan xanjar sadoqda. Biz
Ataldık bezmidezgi Akçam atılacağımla deşi Men ataldım bezmidezgi Akçam atılacağımla deşi Ana şu xil asarlardan biri mərhum sanat peşivası Köreş Kösemning jangovar naqshlari bo'lib, bu qatimqi faoliyat uchun alaytan Shvetsiyadan kelgan Muxtar Abdukarim Jambaz Amerika Uyg'urlarga buni yana bir qatam taqdim qildi. Lagerga qamab etilgan Duttar Shohi Abdurahim Heytdan bevosita ta'lim olgan Muxtar Jambaz muhojiratda olqishga erishayotgan san'atkorlardan bo'lib, u o'rinlagan Atlan nomli naqshi bu qatimqi faoliyatning kayfiyatini yana bir qatam avjiga chiqardi. Amerika Uyghur Birleşmesining raisi Elfidar Iltabir faoliyat oralig'ida ayrim ziyoratimizni qabul qilganda bu xildagi nomerlarning muhojirat hayotidagi Uyg'urlar uchun ma'naviy oziq bo'lib qolmasdan yana milliy kimlik tarbiyasi uchun muayyan darslik bo'ladiganligini alohida ta'kidlaydi. Albatta vatanimizda misli ko'rilmagan bir irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi. Lekin Xitoy hukumatining hammadan xo'sh bo'ldigani shu Uyg'urlarning shunga o'xshash bir yerga kelib jam bo'lib bir-biriga qarindoshlik fikrini berib tilini, madaniyatini, san'atini ifodalash, buni davom qildirish, kelgusi avlodlarga o'gitish bular hammasi bek muhim. Xitoyning eng muhim qo'rquvini shu deb o'ylaymiz. Shunga Uyg'ur Amerika Birleşmesi siyosiy tashkilotlar emas, bir jamoat organi. Yillardan beri Yangi yil, No'ruz bundaq madaniy faoliyatlarni qilib kelayotgan. Uningdan boshqa yana Cumhuriyet kunimiz, namoyishlarimiz degandek hammasini tanqib kelyapmiz. Yangi yilda nurg'unlagan yoshlar keldi, siz ko'rdingiz. Başqa shtatlardan keldi. Ular hammasini bir yerga kelish, bir-birisi bilan tanishtirish, bolalarimizga kelgusida Uyg'urlarning qandaqligini his qilg'izish, kelgusida Uyg'urlarning yo'q bo'lmaydiganligini, shunda qarindoshlik ichida madaniyatimizni, san'atimizni, bebaho san'atlarimizni davom qildirganimizni o'rgatishmi nihoyat muhim deb o'ylaymiz. Shunga biz Uyg'urlar ham kulib, ham yig'lab, ham namoyishda vaqirab, ham usul bilan peksikimizni tanishib, mushnaq olib ketyapmiz. Shunga buningga davom qilish to'g'ri deb o'ylayman. Muxtar Abdukarim Jambaz yaqinda Indiana universitetidagi Uyg'ur haftaligida Uyg'ur san'atining sehriy kuchini jonliq namoyon qilgan edi. Bu qatimqi faoliyatda yuzlagan Uyg'ur qarindoshlariga naq maydondan o'yin ko'rsatib, o'zigami, o'zgalarga shodlik ato qilgan bu san'atkor muhojiratdagi Uyg'ur hayotida san'atning kam bo'lsa bo'lmaydigan ma'naviyat tangishga ekanligini alayda eskardi. Xalq qayerda bo'lsa, xalq qayerga taklif qilsa, xalqning arzusini yerda qo'ysak bo'lmaydi. Bizimizning naqshlarini, musiqalarini o'rganayotgan, shuni xalqqa yetkazish uchun harakat qilayotgan bir kishi bo'lib salohiyatim bilan o'zimning turayotgan Shvetsiyaga qaytib ketib, yana shu qarindoshlarimning talabi bilan Washingtonga keldim. Bu yangi yillik faoliyatga qatnashdim. Bu yerda mana sizmi ko'rib turdingiz, 450 yaqin cho'ng odamlar, uningdagi bolalarimizni qo'shib, men bilmadim 500 ga yaqin kishi bor. Bunchalar Uyg'ur boyada hamda qandaq naqshlarni bir o'qib olsam bo'lar yangi yillik uchun deb o'ylab, yana shu bizning ustozlarimizning shu ijodiyatlarning bo'lgan atlar, andkin atlandiq qatorliq mush xalqning eng qalbidan o'rnagan, yaxshi ko'radigan naqshlarni o'zimning qo'limdan kelishcha o'rlab tirishdim. Bunday hali yaxshi qarshi elishga erishgandek turibman. Zo'r ko'pchilik qarindoshlarimiz, zo'r ko'pchilik Uyg'ur qarindoshlarimiz bu san'atni qo'llaydi, yaxshi ko'rdi. Biz millatimiz tarixda Sultan Dug'raxon, Abdurashidxon davridan tortib Yakan xonadonligida 13 muqom o'tirib kelgan. Amanullo xonim qatorliq bizning sazanlarimiz, muqomchilarimiz bizga bu qimmatli guharni qoldirib ketgan. Shunundan tortib ta bugungacha vatan ichida bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, bu naqsh musiqalarimiz yangrab turibdi. Ya'ni abadiy yanglaydi. Naqsh musiqa bizning xalqi barliqimiz emas, lekin boyliqimiz bu. Bu naqsh musiqa aytib bir millat boshqacha bir taraqqi ketmaydi, lekin Uyg'ur millati 12 muqomdan iborat, uningdan boshqa yana nurg'un
xalq naqshlarimiz, har qaysi yurtlarimizning har xil xalq naqshlari orqali o'zimizning bu pixsikimizni tanishib tursak bo'lamiz diaspora degan o'zingiz bilasiz. İnsanlar maddi jihatdan to'yingan bo'lsa-mu, ma'naviy jihatdan gadoy. Qizg'in kayfiyatdagi faoliyat yarim kechagacha davom qildi. Ko'pchilik birlikda 2024-yilning oxirgi daqiqalarini ta'tir sanoqda uzitib, 2025-yilni kutib olgandan keyinmi hali bir mahalgacha faoliyatning shovqin surallari besilmadi. 8, 7, 6, 5, Vaziyatdan xabardor kishilardan birining inkos qilishicha, Turpan Daxiyan turmisida og'ir kasal holatda jazo muddati o'tayotgan Mehmet Tursun Ömer yaqinda yurtidagi kent aholilar komitetidan kesilni davolash uchun dora silinayotgan emgigi uchun g'alvir talab qilgan. Kent aholilar komiteti mahbuslar uchun ayrilgan maxsus xarajat bo'lmag'achqa uningga dora avatib berilmagan. Ammo talab qilingan g'alvirni darhol yetkazib bergan. Muxbirimiz ziyoratini qabul qilgan bir kent saqchisi doiralarning atalmish g'amxo'rligi bilan kasal Tursun Umarning turmadagi yengil emgak, ya'ni quruq uzum tasqashqa silinayotganligini oshkorladi. Tuanda o'z muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqt tayyorlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi. O'tgan aytgan anglitishimizda 2009-yilda Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlardan Mehmet Tursun Ömerning Turpan Daxiyan turmisida og'ir kasal holatda jazo o'tayotganligi haqida xabar bergandik. Ardın bir ay o'tganda ayni chog'da bizga bu vaqtda inkos yo'llagan bir vaziyatdan xabardor kishi bu qitim mahbus Mehmet Tursun Ömerning oilasi va aholilar komitetidan dori talab qilganligi, ammo oilasi va kanitning kerakli dorini avatib bermaganligini, natijada Mehmet Tursun Ömerning kesildan xatarlik bosqichga qarab ilgarilayotganligini inkos qildi. İnkasçının yana deyişçe, kanit saqchixonasi Mehmet Tursun Ömerning qo'shimcha bir talabini darhol o'rinlagan. Ya'ni Mehmet Tursunga turmadagi emgik uchun kerak bo'lgan g'alvir avatib bergan. Telefonimizdan qabul qilgan Mehmet Tursun Ömerning yurti yakandagi mazkur kanit saqchisi yaqinda Daxiyan turmasiga berib, Mehmet Tursun Ömerga yaxshi ishlash haqida ideviy xizmat ishlab kelganligini tilga oldi. Qanday masala saqchixondagilar bu Daxiyan turmasidagi Mehmet Tursun Ömerning bir ahvolini nimada so'rab turyapsizlar va salomatlik ahvolini? Bu qismda qanday bir avvallari endi yaxshiroq ishlab qo'ysalar, siyosat yaxshi bir qilag'ima bilib oyna qaytgan bir insoniyat bo'lib qolsa ajab emas deb shunday degandim desam, nima vaqtda tarafida ish qilgan qilishim salomatlik tufayli toza o'limga qololmay vazifani o'ynayapman. Bu qitim hozir tuvanga tushib yengilroq ish qo'ydi. Hozir kirishib ish qilib vazifani hozir xil oshug'idek bo'ldim deb shunday dedi. Bu xodim yana Mehmet Tursun Ömerga kerakli dorini yetkazib bermaganligini dalillash bilan birlikda bu Mehmet Tursunning oilasi yoki sizlar saqchixondan shu Mehmet Tursun talab qilgan dorini yetkazib bera oldingizmi? Mushqitim baga vaqtingizda. Turmadikilar bermadikan bu dorini. Turmalar olgandan ko'p imkoniyatimi bo'lmaydi. Uning turmadagi atalmish yengil ish quruq uzumni turga ayrishiga silinayotganligini oshkorildi. Bilemezler, üzüm yanında buğday ne satmayın, galvır degan narsani bilimlar yumlar. Ha, bilemem. Biz aşında galvırdan 2 kun elip bağın, hep kitapga muşuna narsa avatanlar deb. Biz shuni elip bağdık aşağıda. O galvırni nim qildik ya, shaxsiy salomatlik bilan munosabat kishmika ya, ishlaydigan emgak maydonida ishlaydigan narsa. Uni ishlaydigan ish narsa. Emgak maydon. Qo'llaydikan ular. Nim qildik ya? Kurtulgan üzümle mıgaydikan. Ya bu ishlayotganda o'zlari bermamdikan, ta'minlamamdikan ular. Birdiga o'xshaydi, barchalik uzun muddat ishlatgandikan orliqni buzib ketadi o'xshaydi. Shundan şimdi faydasını tas qilgandikan. Bu xodim o'tgan qatimliq ziyoratimizda Mehmet Tursun Ömerning kesilni jakan, ya'ni qalqansimon bez arteriya qetish kesili deb atagaydi. Og'riqi naq nima og'riq ekan? Jakan. Va, ko'z teshig'i chiqadigan og'riqmi? Qalqansimon bez arteriya qetish deydi. Nima qetish? Yana birdan qayta. Qalqansimon
biz Türkiye bitişeydi. Evet, Amerika'da yaşayotgan tibbiy mutaxassis Mehmet İmin Efendi mazkur kasalning alomat va oqibatlari haqida to'xtalib, vaqtida davolash berilmasa, bu kasalning bemorga hayotiy tahdid kelganligini ta'kidladi. Xitoycha Jakang deb atalgan o kasallik Uyg'urchada qalqonsimon bezning iqtidori eshib ketish kasali deb atalgan bo'lib, u davolash imkoni bo'lgan va darhol davolash kerak bo'lgan bir xil kasallik. Agar vaqtida davolanmasa, yurak ritmi qalayimqonlashish, qon uyushib, qon tomir to'silib qilish, sakta, ya'ni ming qon tomir kasali, yurak zaiflashish va boshqa yurak kasalliklari qatorliq bir qism ig'ir sog'lomlik masalalarini keltirib chiqardi. O'tgan yil ziyoratimizda qabul qilgan turma boshqarish idorasining bir xodimi Daxiyan turmasining mahbuslarni quruq uzum va ko'ktat mahsulotlarini turga ayirishga silayotganligini oshkorlagaydi. Dersetsidami şu tırpanın kuruk üzümlerini turga ayırdığı işlem kıldık. Zalda oturat. Keyin lazı ne bunlar turga ayırdığı. Ana dige kuruk lazım. Ana dige çoğu bir zallaşı zallayınca üzümü turga ayırgandı mı şu yolda tükür sağlık lazım şuna. Har qanday bir kasalning belgilik darajada aram oldirilishi kerakligini eskartgan. U kasallikka giribtor bo'lgan kishilarda oson charchash, mag'dursizlik, tushkunlik, hech ishqa xo'sh yoqmaydigan, muskul ojizlash va muskul og'rish, zehnini markazlashtirolmaslik qatorliq alomatlar ko'rildigan bo'lib, Mehmet İmin Efendi Mehmet Tursun duchor bo'lgan mazkur kasalning bemorda mag'dursizlik paydo qilganligi, shuni bu xil kasallarni har qanday bir emgak silishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Hech qanday davolash ilib bormagan bo'lsa, ya'ni shu qalqonsimon bezning iqtidorini kontrol qiladigan dorilarni ishlatmagan bo'lsa yoki operatsiya qilib qalqonsimon bezning bir qismini kesib ilvatmagan bo'lsa, u kasallikning ig'irlishi tabiiy, vaqtning o'tishi bilan kasal ig'irlashidir. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Kambojadan qaytarilib 20 yillik kesilgan mahbus Mehmet Tursun Ömerning navbatdagi salomatlik ahvoli haqida ma'lumot berdik. Qashqar 6-o'rta maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning 2019-yili 7-oyning 28-kuni kechida tutqun qilinib, shu yili 10-oyning 6-kuni o'lim xabarining oilasiga uqtirilganligi yaqinda radiomiz tarafidan dalillangan edi. Bu haqda yanama ilgirlagan holda ahvol aniqlashimiz davomida İbrahim Davudning qo'sh tillik ma'rif nomidagi Xitoy tillik o'qitishga norozilik bildirganligi, Uyg'ur tilidagi o'qitishini tashabbus qilganligi, shundaqla ximiya darsligidan Uyg'urcha mashq materiallarini nashr qildirib, o'zining kitob do'konida sotganligi uchun tutqun qilingan ekan. Tövəndə diqqətinizlə öz müxbirimiz Mehribonning bu vaqtdagi programmasida bo'lsin. Qashqar 6-o'rta maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning 2019-yili 7-oyning 28-kuni kechida tutqun qilinib, shu yili 10-oyning 6-kuni o'lim xabarining oilasiga uqtirilganligi radiomiz tarafidan bultur 12-oyning 19-kuni oshkorlangan edi. Shundan keyin, ya'ni 20-dekabr kuni Qashqar 6-o'rta maktabning intizom tekshirish ishxonasining Xitoy xodimi İbrahim Davudning mazkur maktabning 2016-yili pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi ekanligini bildirib, uning bir qancha yilning oldida o'lib ketganligini dalillagan. Ammo u İbrahim Davud haqida ilgirlab ma'lumot berishni rad qilgan edi.
İlgirlep ahval egalishimiz davomida İbrahim Davudning o'lim xabarini radiomizga yetkazgan, lekin hozircha o'z kimligini oshkorlashni xohlamaydigan bir xonimning bildirishicha, İbrahim Davud Qashqar 6-o'rta maktabda ishlagan mezgilida qo'sh tillik ma'rif nomidagi Xitoy tillik o'qitishga uzluksiz norozilik bildirib, Uyg'ur tilidagi o'qitishni tashabbus qilgan. İbrahim Davud o'zi kimyo o'qituvchisi, Qashqardagi dağlıq bir 6-o'rta deb qo'yamiz, ham nuqtali to'liq o'tirdi. Lekin o'qituvchilik qilayotgan vaqtida shu 2017da milliy ma'rifni gullantirish to'g'risida so'zlayotgan to'la. Qo'shtin ma'rifni yo'l qo'ygan vaqtida necha qitim shu yig'inlarda o'tirib chiqib, bu qo'shtin ma'rif degan xato, asli bolalar ona tilida tafakkur qilmasa bo'lmaydi degandek gaplarni o'tirib qo'yadi. Bu sababdan u 2016-yili o'zi talab qilib pensiyaga chiqib ketganga qadar maktab ichida ko'p qitim o'zini tekshirishga majburlangan ekan. Şu partiyanın siyaseti qarşı çıqqan degandek necha qitimliq suhbatlik to'lab maktabdan chiqib, to'xtamay material yozg'izib, o'zi talab qilib pensiyaga ketgan. Shuni sen qo'shtin ma'rifiga qarshi hanzut dars o'tgan kemmay pensiyaga ketdi deb uni bir qarlab necha baylash qilsadi, pipan qilib, pushaymonnoma yozg'izibdi. Bu xonimning bildirishicha, Qashqar 6-o'rta maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davud 2016-yili pensiyaga chiqqandan keyin toki 2019-yili 7-oyning 28-kuni oxirgi qitim tutqun qilingan qadar Qashqardagi saqchi doiralar tarafidan bir qancha qitim tuyuqsiz tutqun qilinib, so'roq qilingan ekan. Şunun ideallar sataqlarda aralaqtımı necha qitim akir kitib, necha kundan keyin qo'yib berib, 2016dan tortib 2019gacha hamda nurg'un qitimlab so'roqlar chiqib, lekin qisqa vaqtda chiqqan. Bu xonim yana o'qituvchi İbrahim Davud haqida o'zi bildigan ahvollarni bayon qilib, Xitoycha ma'rifga norozilik bildirgan İbrahim Davudning 2008-yildan boshlab oliy maktabga imtihon beradigan Uyg'ur o'quvchilar uchun takrorlash va chet el tillari o'rganish kursi ochganligi va ximiya darsligidan Uyg'urcha mashq materiallarini nashr qildirib, o'zi ochgan kitob do'konlarida sotganligi uchun ko'p qitim saqchilarning tekshirishi va so'roq qilishiga uchirganligini bildirdi. 2009'da kurusunu açkan, kitapta toluksuz balının gelip derslerini tekrar kıldıgan akşamlık kurs deyimiz, ediyerlik kurs deyimiz, İngiliz dili kurs deyimiz. Falan kitapları cekonun üstüge. Özü tüzgen, hamiyadan daim çıkırıvatkan sorular tahlili, paylaş materyalleri degendek, şu Xitaycı dağınlık materyallerini Uygurca tercih kıldı. Uygur ballığı çıksın, paylaş materyali de şunun mu? Umum tekrar degendek toluk oturunun ki bir hamiyan kitapları var. O aslında keyinler tüzgücü, tahlilçi İbrahim Davud neçe kitaplar vardı. Hesaptan şu Xitay'daki kitaplarını Uygurca materyali yok diye bizi qo'ygan vaqtda paylaş materyali yok deb o'zligidan shu kitobxonda murtum deb nashriyatlar aloqasi qilgan, shunga milliy ma'rifni gullantirishga uringan, ana tilimizni targ'ib qilgan degandek ishlar bilan kinodan aloqalar urinlabek avval qilib men bilishim to'liq haqsıl kelib oldi. 2016'da lekin faqat o'zbekcha meni. Növətdə Norvegiyada yaşayotgan Uyğur fəaliyyətçi və ana til təşəbbüsçüsü Abduvali Ayub 2011-ci Qashqarda ana til yəslisi açqan məzgildə ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning o'zini yaqindan qo'llaganligi və həmkarlaşqanligini bildirdi. Bu ikkimiz birga ochgan maktabni men ma'buni misig maslugan İngilizce yo Türkçe ana til qismi maslugan o odam oliy maktab takrori maslugan. Men bağlan çağda bu men asli Qashqarda bir hamkorlashib ish qilish tarafdori bo'lgandim. O'zim mustaqilligimga hamkorlashib qilay desam, bu odam ish bo'lib ketgani vaqtda. Shun Qashqardagi bu kurs ochganlarninki yoki maktab ochganlarning hech qaysini bilan hamkorlashdan qo'rqqan. 2011-7. 2011-yil 6-oyning 2-kunida qaytdim. Qashqarda bütün maktabdagilar bir ko'rsatib chiqdim. Shaxsiy maktab ochadiganlar, kurs ochadiganlar, tarbiyalash markazi ochadiganlar bilan hech qaysi bilan hamkorlashishga jur'at qilmagan. Shu birdan bir İbrahim bilan baranglashib qilib, "Chataq yo'q buni qilamiz uka. Men boshlaymiz. Mana mening maktabim, sizning maktabingiz o'xshash. Darsim boshlanganda bo'lsa" deb shu bir 10 minutlab shu qarorni qilgan. Undan keyin ishkilanma yaxshi hamkorlashdik. 2013-yili 3-oyning 19-kuni biz Urumchida bir davlat qonuni va ona tilla degan temiz bir yig'in ochgan. Uning ruxsatini elib paychisi oldi, nimani qilib bo'lgan. Lekin shu kun atiganda uni biz meni bo'lib oldidan tutdi, qog'olini tutdi. Shuning bilan biz u nimada Qashqardagi maktabning pechasi elibdi. Shuning bilan İbrahim ma'lum bosh vaqtda ikkilantan maktabdan qurib qoldik. Undan keyin ko'rishib boqmadik.
bu o'lib ketganini nihoyat ko'nglim bilib bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yildan keyin dunyoga oshkorlangan Uyg'urlarni lagerlar qamash to'lqinida Uyg'ur ziyolilari asosliq tutqun nishoniga aylangan. Ibrohim Davudga o'xshash Xitoycha ma'rifga norozilik bildirib, Uyg'ur tili ma'rifini tashabbus qilgan o'qituvchilarning zo'r ko'p qismi tutqun qilinib, muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilingan. Albuki 2017-yili 8-oyda Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorati bir tutash uqtirish chiqarib, Gaslidan tatib o'rta maktablargacha barliq maktablarda bir tutash nashr qilingan Xitoycha darslik qo'llanilganligini e'lon qilgan. Bu mezgil degani Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nashriyatining Uyg'urcha darslik tuzishga mas'ul bo'lgan Sattar Savud, Yalqin Ro'zi qatorliq tonilgan Uyg'ur ziyolilari Uyg'ur til adabiyot darsligida bo'lgunchilik ideyasini tashviq qilgan deganda qalpoqlar kiydirilib, turmalarga tashlanib, qattiq jazolangan edi. Ma'rifni Xitoylashtirish Xitoy raisi Shi Jinpingning bevosita buyrug'i bilan Xitoy bo'lmagan millatlarga umumlashtirilayotgan siyosat bo'lib, Uyg'urlar bu siyosatning dastlabki qurbonlariga aylangan. Xitoyning chegara rayonlari deb atalib kelgan Uyg'ur eli, Tibet, Ishki Mo'ng'ul qatorliq rayonlar madaniyat va til jihatda Xitoydan butunlay farqli bo'lib, Xitoy hukumatı bu rayonlarda izchil turda Xitoy madaniyatini osonliq millatlarga singdirishga, bo'libmi Xitoychini barliq millatlarning o'rtaq tiliga aylantirishga urinib kelgan. Xitoy Ma'rif ministerligi 2021-yili 28 dekabr uqtirish chiqarib, 2025-yilga borganda butun mamlakatning 85% aholisi, yezilarning 80% aholisining Xitoycha so'zlash va tushunishini ishga oshirganligini bildirgan. Xitoyning xalq gazetida bultur 30 dekabr e'lon qilgan xabar degani, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning 12 oyning 30 kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining qarorlik muzokara yig'inida qilgan so'zida Millatlar ittifoqligini ilgari surish xizmatini davomli kuchaytirish, chegara rayonlarda Putunxuani, ya'ni Xitoychini hamda markaz rahbarligida tuzilgan darsliklarni texnik keng umumlashtirishni ta'kidlagan. Shi Jinpingning 2025-yili yangi yil arifasida qilgan bu so'zi Xitoyning buningdan keyin yana Xitoy tili ma'rifini, Xitoy tili va madaniyatini Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarga singdirishni zo'r kuch bilan davom qilayotganligini ko'rsatdi deb qaralmoqda. Programmani Mehribon tayyorladi. BDT 2025 yillik kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlar ichida 57%ni kishilik huquqni dafsanda qilg'uchi davlatlar tashkil qilgan. Mutaxassislarning qarashicha, BDTning bu yillik kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlar ichida Xitoyga yondosh davlatlarning ko'proq sonini tashkil qilishi bundan keyingi BDTda elib berilgan Uyg'ur va Tibet masalasi haqidagi faoliyatlarni ba'zi qiyinchiliklarga duchor qilishi mumkin ekan. Navbatda bu masala Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqida tadqiqot elib boradigan mutaxassislar va kishilik huquq faoliyatchilarining andishlarini qo'zg'amoqda. Tuanda bu haqdagi ma'lumotni Shveysariyadagi ixtiyor muxbirimiz Habibullohdan anglaysizlar. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2025 yıldan 2027 yılgacha davam kıldığan 18. növetlik kişilik hukuk kengaşiga a'zo devletler içinde Xitoyni o'z ichiga olgan 57% devletning kişilik hukukni dafsanda qilg'uchi devletler bo'lishi Birleşken Devletler Teşkilatı haqida tadqiqot elib boradigan mutaxassislar va kişilik hukuk faoliyatchilarining andishisiga sabab bo'lmoqda. Kişilik hukuk kengashining bu qitimqi 18. növetlik kengashining raisligini Shveysariya o'z ustiga olgan bo'lib, a'zo davlatlar ichida Xitoy, Kuba, Qatar, Sudan, Aljeriya, Boliviya, Kuvayt, Burundi, Vyetnam, Qirg'iziston, Bengal va Kongodagi davlatlarning bo'lishi haqida xalqaro qonunshunos, yozuvchi, BDTdagi siyosiy faoliyatchi Hillel Noyer o'zining X hisobida 57% kishilik huquqni dafsanda qilg'uchi davlatlar deb yozgan. Bu haqda mutaxassislar Xitoyga yondosh davlatlar ko'proq sonni tashkil qilganligini,
buning bundan keyingi BDT'de elib berildigan Uyg'ur va Tibet masalasi haqidagi faoliyatlarning ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinchiligini ilgari surmoqda. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi oliy maslahatchisi Erkin Akram apandi o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tdi. Budaqa a'zo qurilmasiga qaraydigan bo'lsak, ko'parak mushu 3-dunyo davlatlar ko'parak yapti. Xitoy hamda bundaq bir ahvolda nimalarni qiladi deganda hamda inson haqlari bilan munosabatlik masalalarni kun tartibga akilishni to'saydi. Ikkinchisi, Uyg'ur masalasini misol olgan taqdirda inson haqlari masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga ilib berish va kun tartibni tashkil qilishda yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik doimiy konseyiga ilib berishi va kun tartibga opirish uchun mushu inson haqlari konseyida bir qaror ilishga to'g'ri keldi boshda. Undaqda bunimi to'siya oladi. Burun mushu Uyg'urlar haqida bu Chilendanki bir doklati bordi. Ya'ni Xitoy irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat ishlagandek turdi degan bir xulosa bilan bu doklat o'tirib chiqdi. Xitoyni bakla sharmanda qildi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir doklati. Hamda bu 2025dan 2026gacha bunda doklatning chiqishini oldini olish uchun Xitoy ma tirishib keldi. Bunda bir paytda Uyg'urlar uchun bir qiyin bir yil bo'ladi. Shunda bo'lsa-ma, G'arb davlatlarining bir qanchasi bor, misol Yaponiya, Fransiya degandek. Undan keyin ba'zi musulmon davlatlar bor. Yana tirishish kerak. Sharq Turkistonda ilib borgan bu inson haqlari dafsanda siyosatlarni doklat shaklida burun qanday tirishgan bo'lsa, bundan keyin mashina tirishib qilish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 18-navbatlik kengashining xizmati haqida BDT tor betida yozilishicha, bu kengash har bir davlat ichidagi kishilik huquq vaziyatini yaxshilash va xalqarodagi majburiyatini ado qilish uchun qo'llangan tadbirlar va duch keladigan xiristlarni o'ttirib qo'yish fursati bilan ta'minlaydi deb ko'rsatilgan. Yana Xitoyga o'xshash bir qism davlatlarning saylanishi haqida kengashga saylangan davlatlar BDTning barliq mexanizmlari bilan bo'lgan to'liq hamkorlikni o'z ichiga olgan eng yuqori kishilik huquq o'lchamiga sodiqlikni namoyon qilish kerak. Bular BDT umum majlisining 251-numurli qarorida o'tir qo'yilgan shartlardir. Keng ko'lamlik vahshiy jinoiy qilmishlarning BDTga a'zo davlatlarning davlat ichi yoki sirtida Kamerun, Xitoy, Eritreya, Arab Birlashma Xalifligi va Sudanni o'z ichiga olgan bir qator davlatlar tomonidan sodir qilinishimi kishini andishiga soldi deb yozilgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasi direktori, Xitoy ishlari mutaxassisi G'ayur Qurbonmo radiomizning ziyoratini qabul qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur faoliyatchilarining bundan keyin BDTda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinchiligini, ammo buning yangi bir hodisa emasligini o'ttirib qo'yib o'tdi. Әмәйләнге мәлім Қытай хакимиятинки bir yo'l, bir bilbaq strategiyasininki haqiqiy g'oyasi Xitoy hokimiyati iqtisodiyoti nomrod bo'lgan davlatlarga yordam qilish bahonasi bilan amaliyotda u davlatlarniki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga singib kirib, u davlatlarniki siyosatni monopol qilishga urinishdan iborat. Bu Xitoy hokimiyati o'tganki bir qancha yil mobaynida bu sohalarda zo'r utuqlarni qozondi va buningki eng ro'shan ifodasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki har qaysi sohalarda apachiq ko'rilishga bo'ladi. Shuni aqlimizdan qochirmasligimiz kerakki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash cho'ng qurilmalar Ikkinchi dunyo urushidan keyin butun dunyoda tinchlik, insonparvarlik, haq va adolat va shundoqla inson haqlarini barpo qilish uchun qurilgan Xitoy hokimiyati va uning o'xshaydigan diktator davlatlarning qilmishlari mana shundoq qurilmalarningki udini chirtishdan boshqa narsa emas. Agar insonparvar, haqiqatparvar, demokratik davlatlar buningga davomli sukut qilsa, oqibatda Xitoy hokimiyati bu qurilmalarni tugashtirdi va natijada butun insoniyat misli ko'zmagan vahshiyona urushninki qaynimiga kirib ketishi mumkin. Biz bugun kunlarimizda ko'rayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan kichik urushlardan bu nuqtani nihoyat aniq bilib yetalaymiz. Navbatda mutaxassislarning bildirishicha, BDTda davomlashayotgan oborot krizi sababidan kengash moliya cheklamasiga duch kelmoqda. Bu ba'zi kichik yig'inlar va yondosh yig'inlarning amaldan qoldirilishini
keltirib chiqarib, kengashning iqtidorini unumlik joriy qildirishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Donald Trump saylangandan buyon Amerikaning BDTga tutadigan pozitsiyasi to'g'risida aniq bir narsa demagan bo'lsa-mu, BDT a'zolari orasida Amerikaning BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasiga iqtisodiy yordamini azaytishidan andish qilmoqda ekan. Bu haqda G'ayur Qurbon Amerikaning BDTni tashlab chiqib ketishi Xitoy uchun bir foydali fursat yaratib berdi. Xitoy bu bo'shliqni foydalandi deb o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashini o'rtoqlashdi. Amerika prezidenti Trump apandim birinchi navbat prezident bo'lgan mezgilda Amerikaning dunyodagi ta'siri kuchli bo'lgan xalqaroliq qurilmalardan, tashkilotlardan chekindirib chiqish siyosatining natijasida shakllangan bu bo'shliqdan Xitoy hokimiyati nihoyat tez suratda va ustadlik bilan foydalanib Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitesiga o'xshash inson haqlari so'zlashiladigan va hal qilinadigan muhim sahnalarini o'z changaliga kirgizib olib, bu yerda zo'r yomon ta'sirini yaratgan edi. Bo'lib Birleşken Devletler Teşkilatı'ningki inson haqlari sohasida o'tganki yillarda Amerikaninki inson haqlari komissiyasini tashlab chiqishi natijasida qolib qolgan bu bo'shliqni Xitoy hokimiyati to'liqlab o'zini qo'llaydigan davlatlarningki hamkorligi natijasida Uyg'ur masalasida haqiqatninki ostin-ustun bo'lib ketishini keltirib chiqardi. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Zumratay Erkinmi o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashini bildirib, ba'zi qarorlarga Xitoy va uning yondoshlarining qarshi chiqishi mumkinchiligi haqidagi ko'z qarashini bildirib o'tdi. BDTda diktator davlatlarning soni yaqin yillarda kishilik huquq kengashishida ko'payib ketdi. Bu albatta nurg'unlagan sabablardan bo'lgani dunyoda demokratik davlatlarning oz sonligidan, uningdan sirt yana albatta bu BDTda diktator davlatlarning BDTga bergan puli sababidan bo'lgan. Albatta bizning Uyg'ur davosiga ta'siri bor, chunki kishilik huquq kengashishida nurg'unlagan muhim qarorlar ilindi. Harjili, irqiy qirg'inchilik bo'lsin, urushlar bo'lsin, mushu temalardan qarorlar chiqdi. Demak, diktator davlatlarning soni ko'payishining bizning da'voga daxl qilish bir ehtimol. Lekin yana demokratik davlatlar buning ichida albatta bor. Demokratik davlatlarning soni oz bo'lsa-mu, yana uning sirtida mushu davlatlarning kuchi, bisimi chong rol bo'ladi. Shunga biz mushu davlatlarning qo'llashidan yaxshi foydalanishimiz kerak. 10-oyda kishilik huquq kengashining saylami bo'ldi. Mushu saylamlarda demokratik davlatlarning qo'llashiga kampaniyalarni qila olishimiz kerak. BDT kishilik huquq kengashi har 4 yilda bir BDTga a'zo davlatlarning kishilik huquq xotirasini tekshirish, maxsus tekshirish guruhi qurib, davlatlar va rayonlardagi kishilik huquq ahvolini tekshirish, davlatlarning qonun ijro qilishida irqiy adolat va barobarlikni ilgari surish, BDTning vahshiylik jinoyatini tahlil qilish ramkasidan foydalanib, davlatlarning kishilik huquq dafsandichilik xavfini baholash va qarshi tadbirlarni yo'lga qo'yish, keng ko'lamlik vahshiylik jinoyatining xavfi bayqalsa, maxsus yig'in ochib, munosib xalqaro diplomatik harakatni safarbar qilishga yordam berish qatorliq faoliyatlarni olib bordi. Kengashning 4 muavin raisi navbat bilan kengash raisini qo'llab, BDT kishilik huquq yig'iniga riyosatchilik qilish va tekshirish, davlatlarning kishilik huquq xotirasiga munosabatlik paketlarni tekshirish qatorliq faoliyatlarni olib bordi. Shveysariya tunji qatim bu kishilik huquq kengashiga rahbarlik qilgan bo'lib, Shveysariyaning Janvadagi BDT bosh elchisi Yurik Lauber mundaq deydi: ko'p tillik, ko'p dinlik, ko'p madaniyatlik, demokratik qimmat qarashi, dialog va o'rtaq tunishga cho'nqur sodiq bo'lish Shveysariyaning qimmat qarashi. Biz har qachon bu qimmat qarashimiz asosida dunyoning demokratiyasini ilgari surishga tirishimiz. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. dekabr kuni Türkiye Dava Partiyasının parlament a'zosi Ertuğrul Qayapandi Türkiye parlamentida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Türkiye hukumatini Falastinliklar va Suriyaliklarning yanida turganga o'xshash Uyg'urlarning yanida turishga chaqirgan. U mazkur yig'inda Türkiye hukumatining Suriyaliklarga ishik ichib, Uyg'ur qarindoshlarga ega chiqmasligini hargiz qabul qilmaydiganligini bildirgan. Tövanda Anqaradagi ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarimdan bu vaqtdagi ma'lumotni anglaysizlar. Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm va besimlari davomlashayotgan bugungi kunda Turkiyada Suriya va G'azza masalasining davomli tilga ilinib, Uyg'ur masalasining tilga ilinmasligi Turkiyadagi ba'zi parlament a'zolarini harakatga keltirdi.
29 dekabr günü Deva Partisining parlament a'zosi Ertuğrul Kaya Efendi Türkiye parlamentida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Türkiye hukumatini Palestinliklar va Suriyaliklarning yenida turgandek Uyg'urlarning yenida turishga chaqirdi. Ertuğrul Kaya Efendi mundaq degan: Göğsümüzde bir yara var. Adı Doğu Türkistan. Bu yara Uygur Türklerinin kanıyla sulanmış, gözyaşlarıyla yıkanmış, öz vatanında esir tutulan soydaşlarımızın yarası. Yürükümüzde bir yara var. O bolsumu Şarkı Türkistan'dır. Bu yara Uygur Türklerinin qani bilan sug'urilgan, ko'z yoshlari bilan yuyulgan, o'z vatanida esir tutilayotgan qarindoshlarimizning yarısıdır. Şarkı Türkistan'da Xitayning diniy e'tiqodini cheklash siyosati davomlashyapti. Xitayning musulmon Uyg'ur Türkleriga yurgizayotgan zulm, assimilyatsiya va besim siyosati oxiri zo'r tragediyaga aylandi. Ular Uyg'ur Türklerining milliy urf-odatlari va diniy e'tiqodiga hurmat qilish u yoqda tursin, ularni Xitoydek bo'lishga majburlamoqda. Bu Xitoyning irqchilik siyosatining natijasidir. Parlament a'zosi Ertuğrul Kaya Efendi bayonotida har qaysi davlatlarning bo'libmi Türkiye hukumatining Xitoyning bu jinoyatini to'xtatish uchun darhol harakatga o'tishi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi: Burada dünyaya haykırmak istiyorum. Uygur Türkleri özgür olmalı diyoruz. Komünist Çin hükümeti derhal Uygur Türklerinin insan haklarına saygı gösterilmesini, inançlarını özgürce yaşayabilmelerini talep ediyoruz. Bu yerden dünyadaki her qaysi devletlerge şunu demekçimen ki Uygur Türkleri erkinlikке erişiş gerek. Biz komünist Xitay hükümetinden derhal Şarkı Türkistan halkının kişilik hukukuga hürmet qilishini, dini itiqati bilan yaşayışıga to'sqinlik qilmasligini talab qilamiz. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bu besim siyosati bir millatning emas, balki butkul insoniyatning vijdonini oyoq osti qiladi. Hamma millat o'z madaniyati va muhitidan erkin nefes alalaydigan bir dünya qurg'uli bo'lmabdi. Bu savolni so'rg'inimizda yuragimiz etishidi, ko'zimiz yosh bilan to'ladi. Uyg'urlar tortayotgan dard alam bizningmi uyqumizni qochirmoqda. Xitoy bu zulmni darhol to'xtatsin. Kishilik huquq dunyovidir. Chegarasi bo'lmagan bu xalqaro xitobnomaga Xitoyningmi hurmat qilishini talab qilamiz. Hech qandaq bir kuch Uyg'urlarning negizlik haq-huquqlarini tartib almasligi kerak. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldan bu yan Türkiye'ni idare kılıvatkan Adalet ve Terakkiyat Partiyasının reislik vazifesini mi ötep gelmekte? 2015 yılgacha Prezident Erdoğan köp qatım Uygur meselesini tilga algan. Hatta 2009 yılı 5. iyul Ürümçi qirg'inchiligi yuz berganda Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik degan. Shu sabablik Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Halbuki bugungi kunda har vaqt G'azza bilan Suriya masalasini ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur masalasini tilga olmadi. Parlament a'zosi Ertuğrul Kaya Efendi matbuot bayonoti yig'inida Türkiye hukumatini arablarga egi chiqqandek Türklarning qon qarindishi bo'lgan Uyg'urlarga egi chiqishga chaqirib mundaq dedi: Uluslararası toplum ve AK Parti hükümeti bu zulme daha fazla sessiz kalmamalıdır. Suriyelilere kapılarımızı açarken kendi akrabalarımıza, Uygur Türklerine sahip çıkılmamasını asla kabul etmiyoruz. Hükümet bu meselege qarata sükutda turmasligi kerak. Suriyeliklarga ishigimizni echib, o'z qon qarindoshlarimiz bo'lgan Uyg'ur Türkleriga egi chiqmaslikni qat'iy qabul qilmaymiz. Uyghur Türklerining Xitoyga qaytirib berilganligi ilgari surilmoqda. Buni Ichki ishlar ministri bilan Adliya ministridan so'raymiz. Bu ahvollar rostmi? Agar rost bo'lsa, mazlumni zolimga topshirib berishning, qarindoshlarimizni Xitoyga qaytirib berishning oxiratdami jazosi bak ig'irdir. Biz Turkiya hukumatining Falastinliklarni qo'llagandek Uyg'urlarni qo'llashini talab qilamiz. Bu bizning insonlik burchimizdir. Bu qatimki muxbirlarni kutib olish yig'ini haqida ziyoratimizda qabul qilgan parlament a'zosi Ertuğrul Kaya Efendi
mundaq dedi. Biz de Uygurların özgürlüğü için, onların insan haklarına saygı gösterilmesi için gücümüzle, tüm kalbimizle mücadeleye devam edeceğiz. Biz Uygurlarning erkinligi uchun bütün kuchimiz bilan kurash qilishni davom qilamiz. Chunki biz bilamizki, har qanday bir millatning erkinligi hammadan muhimdir. Uygurlarning faryodi bizning faryodimizdir. Ularning qayg'usi bizning qayg'umizdir. Bu ziyoratimiz orqali Xitoy hukumatiga shuni demoqchimanki, Uyg'ur turklarining erkinligi darhol qaytarib berilsin. Bizning ko'rishimiz insonlik g'ururiga ega chiqish ko'rishidir. Xitoyning zulmi tugamaguncha bizning bu ko'rishimiz davom qiladi. Biz har doim Uyg'ur turklarining yanida, biz Uyg'ur turklarining ovozi bo'lishni davom qilamiz. Parlament a'zosi Ertuğrul Kaya apandining Türkiye parlamentida o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'ini Türkiye Davlat televiziyasi TRT'ning 3-kanalida naq maydondan tarqatildi. Shundaqla ijtimoiy taratqularda keng hambarlandi. Bu